Barselona mavsumni ajoyib tarzda boshladi va yirik hisobda Elchini mag'lubiyatga uchratdi. Fermin qaytishini gol bilan nishonladi. Ademi debyutant bitta gol urdi va bu yoqda Rafinha dubl qildi do'stlar. O'zimizning eski Rafinha sekin-astalik bilan mana qaytmoqda va men e'tibor bermoqchi bo'lgan jihat Rafinha birinchi golidan keyin golini o'rgimchak odam uslubida nishonladi. Xuddiki bu Julian Alvaresga qandaydir ishoradek. Boshqa sababi ham bordir. E'tibor beradigan bo'lsak, Julian Alvaresning Madriddagi ahvoli u qadar yaxshi emas. Dastlab biz buni Villarrealga qarshi uchrashuvda ko'rdik. U zaxirada qoldirildi va Suxandon tomonidan futbolchilar nomi e'lon qilinayotganda Julian Alvaresga kelganda muxlislar hushtakbozliklar bilan kutib olindi. Juda ham tanqidlar ko'payib ketdi va maydonga tushganda ham o'sha hushtakbozliklar, baqiriqlar to'xtamadi va eng qizig'i uchrashuv yakunlangach barcha Atletico futbolchilari muxlislarning oldiga borib ular bilan ko'rishsa, Julian Alvares esa alohida hech kimni oldiga bormay uchrashuv hushagi chalinganicha birdan maydondan chiqib ketdi do'stlar. Barselona muxlislari uchun yana bir ajoyib xabar. Barselonaning sobiq futbolchisi Ferran Torres Paris Saint-Germainni mag'lubiyatdan qutqarib ketmoqda. Fransiyada PSG 2-0 hisobda mag'lubiyatga uchrayotgandi, biroq Ferran 2 ta gol urib, dubl bilan 2-2 qilib PSJni mag'lubiyatdan qutqarib ketyapti. Bizda hozircha shular do'stlar. Kanalimizga obuna bo'ling. Bundan da tezkor futbol xabarlari faqat bizning sahifamizda.